Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi 15 kilovatlik avtomatik kotelimizni yig'ib Kotelimiz to'liq 150 kvadrat metr joyga qo'ysa, bastirish quvvatiga ega. Kotelimiz to'liq utuqlik bo'lgan bo'ladi. Ochiq yopiq sistemaga qo'yilaveradi. Motor reduktorlarini qo'yish mumkin. Qo'yiladi. O'ta baquvvat. Bunkiriga ham 150 kilo ko'mir sig'adi. 3 kundan 4 kungacha bemalol yetkazib beraveradi. Tepa menilari mana xuddi shu 20 kilovatlik kotelimizga o'xshagan. Tak. Kaseta ko'rinishda bo'ladi. Bunimizga ham garelkamiz mana retortning garelkadan qo'yib berganmiz. Polsha texnologiyasi bo'yicha. Mana xonadonlari bor komplektida. Kotelimiz 12 kilovatga dostavkasi bepul. Narxiga keladigan bo'lsak, kotelimizning narxi $1100 chiqadi. Retortning garelkaligi 15 kilovatligimizda. Oddiy lopatkali garelka qo'yib beradigan bo'lsak, $900 chiqadi. 15 kilovatligimizning narxi. Dostavkasi ichida. Bunga qiziq bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Kotelimizga 4 yil garantiya beramiz. Elektronika qismlariga 1 yil garantiya beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.